Xullas kalom 8 energiyasi sohiblari adolat uchun kurashda to'xtash kerak. Adolatning o'zini yeri bor. 8 aytyapti, 8 energiyasi aytyapti-da, endi men bilaman qayerda adolat o'rnatishdi deyapti. Sen shunchaki karma qonunlarini o'rgan, men sen bilan birga bo'laman deyapti. Karma aytyapti, o'sha adolat aytyapti. Uyg'unlik, balans aytyapti-da sizga. Mana shu 8 da tug'ilganlarga aytyapti-da. Chunki 8 energiyasi xuddi shu narsani talab qiladi. Adolat uchun kurashma deydi. Umuman hech qanaqa kurashlarga, urushlarga umuman aralashmaslik kerak-da, xullas kalom 8larda har doim muvozanatni saqlab turish kerak. Tinchlikni va tartibni tiklash uchun harakat qiladi bular. Hech qanday baqir-chaqir qilmasdan, deb qilich ko'tarib chopmasdan hamma narsani joy-joyiga qo'yadigan, tenglikni o'rnatadigan insonlarda. Shuning uchun adolat uchun kurashma deyapti-da. Hozir masalan hayotingizda shunchalik darajada, chidab bo'lmas darajada agar adolatsizlik bo'layotganday tuyulayotgan bo'lsa, hech chidamaydigan darajada bo'layaptimi, sizga shunday tuyulyaptimi, bilingki ana shu haqiqiy ilohiy adolat bo'layapti u yerda. Siz kurashib, siz kimnidir birovni himoya qilmoqchi bo'lib, siz o'zingizga o'zingiz zarar yetkazayotgan bo'lasiz. Siz karma qonunlarini o'rganasiz-ku, keyin o'zidan o'z odamlar sizga ergasha boshlaydi. Siz olayotgan hayotiy tajribalaringiz sizga qancha mevalar beradi-da. O'shaning uchun o'sha qiyinchilik-ku hayotiy tajribalar. O'sha qiyinchiliklaringizdan quvonishingiz kerak, xursand bo'lishingiz kerak. Sizga bergan, ana shu narsani bergan. Rad eta olmaysiz. Bu dasturdan voz kecha olmaysiz. Bo'ldi, berilgan. Karma bajarib qo'yilgan, sizga berilgan. Shuning uchun ana shu narsani seva qabul qilishingiz kerak. Ilohiy adolat nimaligini anglab yetishingiz kerak-da. Yana aytaman, u urug' ekilgan. Uni ota-bobosi ekkandir u narsani, lekin u ekilgan, u karma bajarib qo'yilgan. O'sha karmaning oqibati, masalan siz adolatsizlik bo'lyapti deyotganingiz, u siz mevasini ko'ryapsiz, faqat oqibatini ko'ryapsiz. Shuning uchun uni sababini aniqlash sizda ishingiz u. Shuning uchun sizga analitik fikrlash berilgan. Plusda bunday insonlar o'zi uchun nimanidir, qandaydir voqea yuz berdi, o'zi uchun aniqlaydi, sababini anglab yetadi. Shunday ekan, shuning uchun shunday ekan deydi. Agar karma qonunlarini o'rgansa-da, bekorga rakdan o'lmaykan mushtoy bola. Bekorga mushtoygina bola mashina tagida qolib o'lmaykan. Bekorga cho'kib o'lmaykan. Bekorga dunyoni suv bosmaykan. Bekorga zilzila bo'lmaykan. Va shunga o'xshagan juda ham ko'p nimalarda bekorga meni hayotimga bu narsalar kelmayapti ekan deb nega qaysi gunohim uchun degan savolda to'xtashingiz uchun ana shu kurashda to'xtash kerak. Plusda 8lar biladi, bekordan bekorga bunday bo'lmaydi. Har bir oqibatning bir sababi bor deb anglaydi-da plusda 8lar. Endi shuncha gapirgan gaplarim ustidan yana bir yurib o'tib ketaman. Demak, umuman noqonuniy bo'lgan ishlar mumkin emas sizga. Noqonuniy qog'ozbozliklar ham umuman sizga mumkin emas. Masalan, bitta birovga yomonlik qildingizmi, 100 barobar bo'lib qaytib keladi sizga. Darrov qaytib keladi. Masalan, boshqa joylarda u narsani qilishingiz mumkin, o'sha yomonlik qilishingiz mumkin, lekin oilangizdan uning zarari, ya'ni karmaga badal to'lash oilangiz orqali to'lashingiz mumkin u narsani-da. Shuning uchun ana shunaqa narsalar mumkin emas. Soliqlarni to'lash kerak. Umuman qancha qo'rqmay to'laganingiz sari siz yana boshqa joydan sizga kelaveradi-da pullar. Keyin ekonom qilaman deb hech ham boyaginday chiqqan yolg'on avantyura nimalarga umuman nima qilmasligingiz kerak. Aralash mumkin emas shunchalik darajada. Ana shu adolatda ana shunaqa taroziga aylanishlaringiz kerak-da sizlar. Chunki dunyo adolatli. Hozir hayotingizda nima yuz berayotgan bo'lsa, hammasi adolatdan bo'layapti. Nohaqlikdan bo'lgani yo'q. Bu dunyoda nohaqlikning o'zi yo'q. Hamma narsa adolatli bo'layapti. Kim u poraxo'rlikmi,
boshqa narsalar borku, masalan yoqmaydigan narsalar, ular hammasi uni o'zini vaqti bor. Balkim ular urug' ekayotgandir, balkim urug' ekilgan urug' meva berayotgandir. Baribir hamma narsani o'zini tarozisi borda, ana shu tortib uni bajarayotgan judayam qudratli kuchlar bor, uni jazosini berayotganda. Hech qachon adolat uchun kurashmang demoqchimanda. Shuning uchun bu dunyo adolatli, nohaqlik yo'q bu dunyoda-da. Nimadir yuz beryaptimi? Narsalar bo'ladi-ku, yuz beryaptimi? Bilingki, u yerda dunyo o'zini ishini qilyapti u yerda-da. O'sha karma olami o'zini ishi bilan bandda. Siz xalaqit bermang. Dunyoni ishiga xalaqit bermasligingiz kerak. Bermang deb majburlamayman. Bermasligingiz kerakda, ya'ni 8 energiyasi ana shu narsani xohlaydi-da. Lekin agar to'g'ridan-to'g'ri sizga aloqador bo'ladigan bo'lsa, siz ana shu yuqorida aytgandek chegarangizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Unda ham sudlar darajasiga, janjal, razborkalar darajasiga chiqmagan holatda bo'lish kerakda ular. Ana shunday. Ya'ni sizdagi adolat u yuridik ishlardagi, sud ishlaridagi, qandaydir qog'ozli ishlardagi adolat emas. Bu mana shu dunyodagi adolat emas. Karma dunyosidagi adolat sizda ismingiz. Shuning uchun boyagi ichki etikaga muvofiq ravishda yashasangiz agar, ya'ni odamlar senga qanday davronishini xohlasang, sen ham insonlarga ana shunday davronasan. Ana shundagina sen uni mevasini olasan deydi-ku, ana shu ichki etikaga muvofiq ravishda yashasangizgina hayotingizda bir xil narsalar takrorlanavermaydi-da.